Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa biz Xorazm viloyatidan Toshkent shahriga tashrif buyurdik. Aziz akamizning do'konlariga keldik. Pul sanaydigan mashinalar olib keldi. Har xil turdagilari bor. Yo Aziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mansur aka. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Tinchmisiz? Shukr, rahmat. Xush keldingizmi? Rahmat aka. Pul sanaydigan mashinalaringiz bilan bir tanishtirib o'tsangiz. Bo'ldi, aka. 1000 kilometrdan keldik aka shu mashinalar. Xorazmdan. Ha, Xorazmdan keldim. Qaysi bizga ma'quli, yaxshisi? Bo'ldi. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizda assortimentlarimiz juda ko'p. Hozir budjetli variantimiz bor. Buni narxini 620 qilib yubordik. Yana bitta apparatimiz bor. Buni 670 qilib yubordik. Mansur akamga tavsiya qilyapman. Hozir kelib mana ko'rdilar apparatni. Ko'proq pul sanaydigan. Endi bir kichik magazinlar uchun nimani tavsiya qilasiz? Kichkina do'konlar, magazinlar uchun unaqa akalarimizga tavsiya qilaman. Budjetli variant apparatlarimiz bor. Puli qancha ularni? Puli bir 350 dan boshlanadi. Kelgan klientlarga skidkani qilib beramiz. Ayniqsa sizni Diyor Avtodan kelganlarga ham. Buni ham aralash sanaydimi? Bular ham hammasi aralash sanaydi. Akkumulyatorligi ham bor. Bir xillarda tok o'chib qolgan holatlarda ham ishlatsa bo'ladi. Endi manzilingizga yetib o'ting. Manzilimiz Toshkent shahar Zulfiya xonim 2, oldingi MTS ofisi yaqinida. Hurmatli obunachilarimiz, hammangizni shu magazinda kutib qolamiz. Kimga pul sanash apparati kerak bo'lsa, pastda akamiz, Aziz akamiz nomerlarini qoldiramiz.